Yoldaşlar, dostlar, hammanglarga omad tilaymiz. Sizlarga omad yor bo'lsin. Alohida darajalik mukofot 120 ming yuan. Birinchi darajalik mukofot 100 oila egasi saymanlari. İkinci derecelik mukafat 22 milyonluk emlik televizyon. Üçüncü derecelik mukafat velosiped. Yoldaşlar, dostlar, hammanglarga omad tilaymiz. Sizlarga omad yor bo'lsin. Yoldaşlar, dostlar, hammanglarga omad tilaymiz. Sizlarga omad yor bo'lsin. Chiqdi! Chiqdi! Omad! Yo'q biri. Nima degan to'la odam bu? Yerilib ketamni o'sha. Aka, bu nima ish? Men ish tushunamadim bu. Uka, bu shaharga yangi kelgan o'xshaysiz, a? Bu mushundaq talay sinaydigan ish. Talayni qanday sinaydi?
Men qarang ukam. Bu qog'ozni ko'rdingizmi? Buning bir partisi 2 koy. 2 koyga birini olasiz. Tushundingizmi? Ana, ovoya berib olasiz. Agar qizib ketsangiz, 100 ni, hatto 1000 ni olasiz. Ondan mundaq bir tatlaydigan yeri bor. Tatlasangiz ostidan so'ra chiqadi. Qo'yning so'rti chiqsa, mashinadagi televizorni olasiz. Maymunning so'rti chiqsa, velosipeddan birini olasizda, mushayadilni chaqirtib minib ketasiz. Paxta bilan basay chiqsa, bizda xlevingizni tishlab qolasiz. Yerda tishilib yotganlarning hammasida paxta qo'zisi bilan basayni turib turdi. Shunday ukam. Bu degan biri futsa, ming'i futurdigan o'yin. Ha. Ey, aka, futib olgan kishini saqchilar tutib ketmadi. Ukam, atgandan beri futib olgan kishidan birini ko'rmadim. Futuvasimi saqchilarning qari yo'q. Chunki hukumatning ruxsati bilan mushundaq cho'ng maydonda bo'layotgan ish bu. Tushundingizmi? Ha? Chiqdi. Mana chiqdi. Mana chiqdi. Acha, aqcham bu velosipedni uyingizga yetlabmi ketamaysiz? Men setib bering, mushayatla 200 koy beray. Acha, men setib bering. Men 250 koy beray. Meni eri yo'q, balasi yo'q, tul xotin ko'rishdingmi? Mening uchun o'tir qildak 3 o'g'lim bor, shular mendir. Ko'nglingiz tindimi? Bo'ldi qiling. Bu eski qog'ozni olmang desam unamay. 5000 koy pulni yo'q qilyaptingiz. Endi bolalarga berib nima deymiz? Dapiqni. 5000 koyni endi qanday qilamiz? Bolalarga nima deymiz davatime gap qiling. Gap qiling davatime. Bikodim biko 1000 pulni yo'q qildingiz. Gap qiling. Kelam, kelam. Qani, ishqirib kiram. O'tir. Cholpan, mehmonga choy qo'y qizim. Ha, mana hozir. Qani choy ichim. Ukam, nima tamoq yegansiz va? Bir qach suv qashishaymikin. Choy ishkashtiring. Hozir tayyor. Ma'qul. Amin. Allahu ekber. Singlim, oshni ichib ol. Eshingiz o'xshabdi. Rahmat aka, ishqib qo'y.
bu nima qilganlari acha? Men sizlarga lag'man demagandim-ku. Suiqashning pulini chiqishtirolmay olsam, yana bu lag'manni ekib qo'yganlar nimasi? Sahrolik ko'rib, zo'rlab setib olaydan niya? Yo'q, ukam. Xafa bo'lmang. Siz birak kelishmaslikka uchrab, jafo tatib qolgandek tursiz. Pulning gapini qilmay, avval qo'sog'ingizni obdan to'yg'izib eling. Elang, ukam. Tatmay elang. Rahmat. Çolpan? Ha? Aka, tamak chek. Rahmat. Yoqay. Bo'lmadi. Aklama ichib beray. Mana men atsiz. Sahrada yashag'achqa eligacha mo'xir kichikib bundaq tamakini chekib baqmagandim. Shunga rahmat. Bo'lmadi, yana bo'lmadi. Bu ya sizgacha nega o'tib tashtirsiz? Ikki tarafi o'xshashli turdi-ku. O'xshamaydi, bu ya sizgacha. Bu yerga o'tib tashtirsiz. Uka, biz Uyg'urlarda er beshig'i kun tushsa, o'tik bilan suv kechar. At beshig'i kun tushsa, yugan bilan suv ichar deydigan gap bor. Qarasam, yap-yosh turib, ozroq dabdatqandek tursiz. Har holda tanishib qoldik. Nima kunlarni ko'rdingiz, ukam? Tuzdan ulug' narsa yo'q, acha. Toza chog'da mehmon qildinglar. Sizlarni yo'shirmay, hammani deb beray. Ben asli Aqsu Shoyatning bo'laman. İsmim Kamran. To'liq o'tirg'icha o'qigandim. Yanali ketmandan qutulolmadim. Ota-onam o'lib ketgan. Ben yalnız bir bala. Bu taraflarga chiqib baqmoqchi ekanman. Qandaqchi bo'ldi? O'rimchini ko'rib beqish havisim qo'zg'alib qoldi. Shuning bilan ozroq pul rasli bilib 2 yilning oldida bu yoqqa mangdim.
Ko'choq, kiring. Assalomu alaykum. Voy, va alaykum assalom. Qanday adash o'qib turdingmi? Ha. Qachon kelganding? Ha? Tushdi kelgandim. Uyingni topmoq bek tas to'xtadi adash. Et zeriqning ishlaridan qo'lim sal bo'shag'andi. Shahringni ko'rib kelay deb keldim. Adash. Men bir so'ringa bormoqchi edim. Deyishib qo'ygan vaqtimiz to'shib qopti. Bu shaharda vaqtga rioya qilish adab axloq qoidasini hisoblandi. Jura, billa boraylik. Buguncha seni shu yerda mehmon qilay. Akla sumkani. Bu yoqqa qo'y. Ha, hech nima bo'lmaydi. Men bu bo'ldi. Tonimigan chaqamiga yag'vasam qanaqa? Meni taniysan-ku. Buguncha seni shu yerda mehmon qilay. Aloqalarim bilan birdam tutanishib ketsa, jura. Mana. Bo'la. Assalomu alaykum. Keldi. O'tiringlar. Kelinglar. Qani kirib o'tir. Yaqinda avval. Amisa, birar o'mkidan ishga ashturlar. Ras, bu og'inimizga birini qo'yib bergan. Qo'ya. Qo'ymas. Qani afka, amisa isha. Men aroq ichmoqmagandim. Sarada aroq topamay nashchi yurgansa, mazgatni qilmay isha. Ey, Urumchida aroq ichmagan o'g'il bolani vaqo, o'g'il bola hisoblamaymiz. Bu yerda vaqo xotin haqmi ichdi. To'liq nazlanmay, bir ishkini ichi. Biz mo'ja qishmaymiz. Bundan keyin boshqa ishimiz bor. Bunu bak soğurak bu, ha? Aka, başlamayalım mı? sizlarni yig'ishtirib, pavkani başlamaymizmi? Mana. Ha, qani. Başlaymiz Boshlaylik. Jironlar, jiron. Atala, Atlaymizmi? Jironlar. Ha, cho'qob ag'ina qo'y. Jura, beli chiqmiz. Qani amisa. Qaysini tutdi? Mana ben to. Pulni berdinglar. Yo, Jamshid. Man keldi. Man keldi. Sen keldi. Qani, mana. O'tmamsa. Allah, turib. Kıpırlaşma. Kurban onu. Öte bekle. Bırak. Alın gidi. Öyle. Ben kımavaz emas. Benim bugün Ürümchiga tunji qilib kelishim. Ürümchiga bugun kelib, qima so'riniga kirginin qaraganda iz qo'g'lab o'ynaydigan ko'ni qimavas ekansan-da. Bu pulacho. Ma adaş yurtdagi savaqdi şimdi. Bekatdan buni izlab kelsam, biz so'ringa boramiz deb boshlasa, uqmay kelib qopdiman. Pulning gapiga kelsak, safar qilgan odam bunchalik pulni olmay uydan chiqamdi. Bu ishonmasangiz bularni so'rab beqinglar. Men o'shiqdim tutib baqmadim. Qimani Bo'ldi, qiladash. Go'shini yeganmi o'g'ri, sho'ribsini ichganmi o'g'ri? Ben bağmayayım olayca. Kımanı ulan oynasa, durmuş ben bırakıyorum. Bağmayayım. Solu bırakma. Bağmayayım dedim, bağmayayım. Kandak. Sen yapmayın lan. Sen bana. Bırak. Mana şu işqa hazır 2 yıl oldu. Emgek bilen terbiyeleş o'rnidan bugün çıktım. Yurtga ketay desem, turgan turqum mushu. Ketmay desem, bu shaharda yaşamak tasdek turdi. Bo'lmasigo yurtimda men tortishqidek ota-onam, bola chaqammi yo'qdi. Kichik o'lni qo'ygan bitimken tang, qamlishanmay osonla ajrashib ketgandik. Uka, rostlik kelishmaslik uchrabsiz. Ismim Amina. Mening erim 5 yilning oldida mashina voqeasida qazo qilgan. Qizim bilan ikkimiz mushu oshxonani ichib tirikchilik qilyapmiz. Yiroqni yaqin qilgudek bir er kishi bo'lmasa, 2 ayol kishiga kichik bo'lsin bir oshxona sal eg'ir keladi ekan ukam. Agar xohlasangiz mushu oshxonaga egib turib bersangiz. Shunchalik ishonganingizga rahmat, acha.
Lekin size qazan qilmish töshik ishlarga zodli ipim yo'qdi. Qandaq bo'la? Voy, men sizga dedim-ku, ukam. Qazan qumush, töshik ishlarga qizim bilan ishkimiz bor. Siz faqat oshxona bilan bizga ig'op bersangiz bo'ldi. Ayol kishi degan yetim qovurg ekanmiz emasmi? Rahmat Amin Xoja. Xudo buyursa, ishonchinglarni haslab aqlayman. Sizga rahmat ukam. Ilohim deganingizdek qilg'ay. Amin. Stop. Bek uxlab ketibdim. Voy, u atdigalla turibdi. Hamma ishlarni qilib bo'pti, ya. Oy, ukam Kamran. Ha? U barraqda mammay. Hajab atdigalla turibsiz-ku. Hamma shunaq atigarak turmasak, ishlarimiz yurishmaydi, Amin Xoja. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ha, va alaykum assalom. Asta, kech qopsizlar-da. Tomoq tugab ketgandi. O'ltiringlar, bir piyoldan choy ichib bo'lsin qaytasizlar. Bizim bir o'tirishdan qaytgan to'q. So'yiq salang. Bir narsa ichaylik deb kirishimizdi. Qani, quruq bo'lsin choy ichaylik. Bu yerda chiroyli tambur turdi-ku. Kim chaladi buni? Men chalaman, biroq degandek yaxshi chalamayman. Yaxshi-ku. Undaqda bir apada nag'ma qilmamda. Shunda qilaylik. Bo'ladi. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz. Voy, oqshomgi kayfiyatingizni qarab, men sizni artistmikin deb qoptikanman. Aslida bankada ishlayotgansizda. Menmi Uyg'ur bolasida pul qo'yib keldingizmi? Qani bu kichikchilaringlar, ey. Kirib qoldim men.
oshxonaning tamog'i bek o'xshaydi-ya. Nima yeymiz? Nima yesak bo'la? Voy. Aka, bizning bu oshxonada aroq ichishga bo'lmaydi. O'zimg'u qongacha ishib kirgandim bo'lmasa, o'zi sizni ko'rib zar o'zim ishkim kelyapti-da, ha? Aylana. Aka. Mening o'sha ko'zimni zar. Aka, aroqlarni yanchiqlariga silib, chiroyliqcha tomoqlarni yeb bu oshxonadan chiqib ketsa, hozir sizning ko'zlarga onlarim qiz ko'rinadigan o'xshaydi. Xo'p, ma'qul. Ammo shu qo'lingiz bilan quygan chayni olsin bir ish berib chiqib ketmamdim. Osmoningda oy bo'lib, jimi odamni tang ko'rsa, piyolangda choy bo'lib, Qo'lini taq. Ha? Qerini to'ymagan. Nima deysan? Aroqni men ichsam sen mas oldingmi? Sen ishlamchi bir cho'pchi g'o'r bu yerda. Nima? Sen oshxonaga emas, qushxonaga borsang o'g'dek. Tez yo'qol. Voy. Kiring. Voy, Zulayxa mislah qanday avvallari. Amin xonim. Kiring, shukr kirsizlar. Yo'qrasizlar. Rahmat. Bugun oshxonaga chiqib qoplig'i. Uyning ozroq ish kuchli bor edi. Shunga oshxonada balla bo'lgan ekan deb men chiqmadim. Mazak baqqash o'rtasida choy akra. Yaqindan beri ish ovqatlari qanday qarab? Xudoga shukr. Xeyli yaxshi. Heyli bola qanday qarab xo'shnam? Shu balaning oyga yarashdimi qandaq? Ishlarimiz o'ng'i tatib o'zi oltindek bal ekan. Yolg'izligimizni faqatli bilindirmadi desizlar. O'zlarimi bağancha yashirib, chiroylixlashib ketyaptilar. Bundaq yolg'izlik tatib yurgicha o'zini to'xtatganroq birasi bilan to'y qilib bo'lmandi. Xudoya bir to'y desizlar. Cho'lponning dadasi hozirmi hayotdagi bilindi menga. Uning ustiga cho'lpon turib, menga nima endi? Andaqda cho'lponni yotliq qilay damliya. Umu 20dan oshdi-ku deyman. Onun vaqti bo'lib qoldi. Xeyli tuziklardan elchi kelyapti. Hech qaysisi unmaydi-ku tang bu bola. Aminxon. Heyli oldinlarda yurgan bolaning ismi nima edi? Kamran. Cho'lponning shu baliq mayli bormi? Shundaqroq turdi. Musofir yetim bo'lmisiga xeyli tuzuk so'qqi sandaldek bola ekan u. Undaq demisizlar Zulayxa. Ota-onasi o'lmaydigan, musofir bo'lmaydigan kim bor? Yetimni yulagan, o'zini yulabdi deydigan gap bor Aminxon. Shunda qilmamdiq amsa. Cho'ng bir savobli ish bo'ladi. Mening xiyolimmi, bolalarning xiyolimi shudi. Biroq bu vaqtda yo Kamran, yo men ig'iz ochamayotman. Undaq bo'lsa, bu savobdan menmi qo'rqqanmay. Ishni o'zim to'g'rilay. Ammo Aminxon qanchalik maosh beryaptilar u bolaga? To'y qilg'idek pul yo'qdi haqiqatan. To'y desizlar Zulayxon. Men Kamronga qanday maosh beraman? Oshxonaning butun kirim chiqimi shu bolaning qo'lida tursa, agar shundaq ish bo'lib qolsa, butun topgan tikkunim shu ikki bolaning emasmi? Har holda Xudoga shukr.
xeyli cho'ng to'y qilsaqmi yetkidak pulimiz bor. Sizga deydigan xush xabar bor. Ha? Qo'lg'im sizda. Qanday xush xabar? Nima? Texchi bilmay juramsizlar dadisi. Nima? Men dada bo'ladigan bo'ldimmi? Shundoq dadisi. Men cho'qim sizga chiroyim, mijozim o'xshash, ko'nglim yaqin, ismim yaqin bir o'g'il tug'ib beraman. O'g'limizning men bilan boshqa o'xshashligi, yaqinligida gap yo'q. Lekin ismi qanaqa yaqin bo'ladi? Ismini hozir o'ylab bo'ldingizmi? O'ylab qo'ydim. Bolani siz topgandan keyin albatta ismini men topaman-da. To'la taqozo qilmaydan. Qanaqa ism topdingiz? Sizning ismingiz Kamron bo'lgandan keyin albatta o'g'limizning ismi Mardan bo'ldi-da. Mardan? Siz. Muborak bo'lsin, ayolingiz o'g'il tug'di. Nima? Ajab yaxshi, barakalloh. Rahmat sizga, doktor. Men hozirgacha bunday xush xabarni anglab boqmabdim, rahmat. Mana bu az olsunmi suyunchi. Rahmat, bu bizning xizmatimiz. Rahmat sizga, rahmat. Canım oğlum. İşki dünyalık. Emrahim oğlum. Tamakni açıp ol. 5 koy. Mana. Kamron, o'tgan yili Savdo saroyidan Cho'lponga bir yurish girim buyumi olsam, mundaq bir mukofotlik chek berib edi. Anglasam, bugun mukofot nomeri chiqibdi deydi. Opirib ko'rib yiqinga. Bizga mu chiqib qolamdi qandaq. Ta'limimiz kelsa ajib emas. Apa, mukofotlik chekning mukofot qandaqki? Angladingmi? Angladim. Alohida mukofotga bir kichik mashina, birinchi darajalik mukofotga 100 ming qo'yib beramish. Bizga mukofot chiqamdi. Har holda qatodan qag'ich xatodan qal debdikan. Shu banada ko'cha aylanib kelasiz. Kiyimlaringizni almashtirib olib, berib yiqma bolam. Bo'ldi demasa, basam berib kelay. Çıkmadı ama. Oy, ne çıktı?
72.221. Qanaqa chiqibdi-mi? Ha? Bankada ne varsiz? Sizga omad kepti-da. Mukofot chiqibdimi? Ishni tashlab bekor beribdimi? Rost aytdikanlar. Satamag'an melini mukofot qiziqtirib setib olg'ili chiqargan ishgan emas bu. Mukofot chiqqan birmi odamni ko'rmadim? Bo'pti balam. Shu banida ko'ch-ko'ylarni aylanib kelgansiz. Rizq nasibimizni Xudoyim beri. Qana. Şöyle. Shundoq bo'ladi-da. Xeyli pamon vajmo sening. Qanday qilay deyapsiz? Taz ufqanmayapman aka. 1-2 yildan beri shu ikki xotinga ishtiginim mohida. Shunga sendan maslahat so'rab kelishim. Pulg'imi ega bo'lsa, yiqilsang to'gidan yiqil deydigan gap bor. Cho'ngroq bir ishni tutmamsa, ha? Eniqroq bir nima degan aka. Pulim bo'g'ini bilan, aqlim bilan tajribam kamroq. Ahmoq. Pul degan aql, tajriba, inovat va huquq degan gap. Do'nko'rikning yanida bir yaxshi bino bor. Ishlari toza oqmayotidi. Shuni ijaraga elib, zamonga loyiqroq yasab ish boshla. Qachon puling mol keltirib ish boshlashga yetmaydi. Xotirjam bo'l. Ya bu tamam chiqmadi. Qanday degan gap bu? Tamam chiqmadi. Mana hozir pishidi. Cho'lpon. Kamran mushkullarda nalar so'raydigandi. Shuni degina opa. Nalar bordiki, mangmi deb qo'ymay chiqib ketdi. Qizim. Senmi sezotamsa? Erim bir ish gapdidan buyon boshqachilik bo'lib qoldi. Sal ansirab qoldim. Menmi bilyaptim opa. Uydim shundaqroq turdi. Qarzga bermen dedin. Rahmat aka. Lekin o'smi qandaroq bo'la? Sen buningdan xotirjam bo'l. Boshqalarga 40%dan berma, sana 30%dan berma. Akramka, yana bir nozuk ish va. Shuni qanday qilaman? Nima nozuk ish u? Ishingma to'laka seniki. Yelqi ikki xotin bilan bolasini qanday qiladigan gap? Ulardan qutulmasam hamma ish chonidi. Ey ahmoq, shuningmi aqling yetmadimi sening? Köta kashingni deydigan gap. Agar g'idi-biding deydigan ish bo'lsa, biz erkaklarning tilining uchida marab turgan bir ig'iz gap bor. Shundaqmi? Bilamsan shuni? Qaysi gap? Taloq deydigan. Taloq? Habballi, ana shu bir ig'iz gap biz erkaklarni ni rutubay xotinlardan qutqizadi. Shu gapni haqiqiy o'g'il boladek turib deyalisan, otang o'qib qo'ygan nikohmi buziladi. O'zango avliyodek odamkansan aka. Lekin biror bana sabab topmasam qanday qo'la? Niyat buzilganda bana sababdan to'lmas yo'q. Ukam, maqara. Mana qilasan. Şıglama balam, şıglama.
Ey, anın avazı uçurunla. Tolu çıkıra vurup kulaklarına nip gitti. Kamran, var mısın? Yaxshimsiz. O, g'ayrat, kela. Qanday adash? Yaxshidingmi? Yaxshi vaqtida kelding, adash. Xuddi turmining yolg'iz kamirda yotgandek, g'iribsinib, ichim siqilib turatdim. Dal vaqtida kelding, ha? Bugun rosa bir ishchili, dal vaqtida ulgurib ketsan, adash. Sen birdam o'tirib turgin. Men g'achchi sirtqa chiqib, bir ish kerak. Ey, xotin. Ha? Tilg'i tetig'idagi Saydin ikki tas qo'ringlar. Ha, ma'qul. Men hozirlik kiraman. Ma'qul adash. Çay içeceğim. Oy. Bu neyim kıqınız? Siz. Qaşmang deyman. Neyim kıqınız bu? Qaşmang. Asli ish mundaqkanda. Kamran, siz chiqib ketishingizga u ish plus menga eslab jiraydi. Sizlar eslamilmi axini? Meni uxlab qoladi deb o'zlari chaqirib qo'yganlar tayinliq. Xapama adash. Xotining sen sodiqmi emasmi? Sinab baqay desam, o'zim aynaqladi. Bu adam emas, hayvan. İş plus, hayvan. Ey, bu buzuq qo'nd aynaqlabdi. Sen mening og'inam turib, uning nima chapdishib olding, ha? Eda, seni hozir bo'g'izlamasam ozlik qiladi. Chapsan, ko'zimni yo'qol. Ullata. Ey, rasva. Numus qilsang bo'lmadi deyman, ha? Voy xudoyim, nim bo'lishdinglar? Buni mendan so'ramay qizlardan so'raslar. Zot nim bo'ldi? Bu buzuq qizlarni qo'ldirga asla acha. Zot qaysinglar buzuq? Bilib yuratdim. Qizlar buzilg'ili xeli bo'lgan. Bugun naq ustiga tushdim. Nim deb so'raydi bu cho'lpon, ha? G'ayratdagi og'ini siqiribdiki. O'zi ariq chiqib ketgan bo'lib, shikdan kiriblar. Tuhmat qavatida. Tavba xudoyim, shundaqmi odam bo'ladi ekan? Ya bo'lmasa ariqmi kirmidi? Qizimning sog'lig'ini, buzuqlig'ini obdan bilaman. Sening buzilganligingga 2 hafta bo'lganligini texmi obdan bilaman. To'lim maymun o'yini ko'rsatmay. Ochiq gapingni ayt. Qizlar taloq. Ochiq gapim shu. Hozirdan boshlab senmi taloq? Bo'rining qotanga boshlagan gunoh o'zimda. Seni bergan tuzimning haqqi urdi. Nasida o'g'lingning oyatida ilohim. Tul xotinning qog'ishi. O'siriq qilsan. Hamsa at sot ko'shayli. Hayatli olsak ko'rishimiz tahi. Abba. Qiz. Manga adash. Nima qilganing bu deyma? Eshak shilliqmi sen? Qasqaldan so'kishimni chiqarib etgini. Chinib qolmasin deb chig'roq tepatdim. Bu qilganingni cho'qim men qayturman, ha?